Mana shu videoni internetda ko'rib qoldim. Qarang. Katta mining firma. Endi kartani ochamiz. Mana O'zbekiston. Xo'p, mana Xitoy. Endi mana Mongoliya. Shundoq Mongoliyani ochamiz. Mana bunga bitta baho beringlar. Mana bu nima deyapti? Quyosh panel kattaligini qarang. Mana 1 mana kilometrlab, bu yerda gigavatlar, bilmadim qancha tok sarflagan. Endi eng qiziq joyi, mana buni ochamiz. Bular hammasi panel, quyosh panel. Mana bu nima deyapti? Mana bu konteynerlar nima deyapti bu? Xullas, bu yerda 14%, dunyo bo'yicha 14% Bitcoin qazib olish mana shu joyda ekan. Qoyil qoldim, lekin Mongoliya qarang. Bizda ham unaqa desert bor, ya'ni xuddi shunga o'xshagan cho'limiz bor. Qani? Mana ochamiz. Tak, jasliqmas. Mana qancha kerak? Xudo xolasa bizda ham bo'lib qoladi tez orada.